Farg'onada ikki o'smir o'z tengdoshini o'ldirib, go'yoki o'z joniga qasd qilganday ko'rsatish uchun temir yo'lga qo'yib ketishdi. Kun uz tanishgan sud hukmiga ko'ra, holat 2025-yilning 20-iyun kuni Qo'qon shahrida sodir bo'lgan. 2007-yilda tug'ilgan Shohjahon G'aniyev hamda 2009-yilda tug'ilgan Murtozxon Mansurov 17 yoshli Xurshid Haydarovni Kichik Ganjiravon mahallasi hududidagi dala maydoniga taklif etgan. Ular avvaliga pivo ichishgan. So'ng Shohjahon G'aniyev o'zi bilan olib kelgan siqma kleyni tayyorlab, Xurshid Haydarovga hidlatgan. Oqibatda Xurshid o'zini o'zi himoya qila olmaydigan ahvolga tushib qolgan. Shunda Shohjahon uning bo'ynidan bo'g'gan. Murtozxon esa oyoqlaridan ushlagan holda qarshilik qilish imkonini cheklab turgan. Shu tariqa ular Xurshidni qasddan o'ldirishgan. Keyin jinoyat izini yashirish uchun uning murdasini temir yo'lga chiqarib qo'yishgan. Yarim tunda Qo'qon Pop yo'nalishida harakatlanib kelayotgan yuk poyezdi Xurshid Haydarovning murdasini bosib ketgan. Sud Shohjahon G'aniyevga 12 yil, Murtozxon Mansurovga 10 yil u 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi. Shuningdek, jinoyat haqida xabar bermagan Muhammad Fayozxon Yoqubovga 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, u sud zalidan qamoqqa olindi. Xurshidning o'ldirilishida voqea joyida voyaga yetmagan Abdulloh Sodiqov ham bo'lgan. Qo'shimcha tergov harakatlari davomida Abdullohning qotillik jinoyatiga aloqadorligi aniqlanmagan va ishning unga oid qismi harakatdan tugatilgan. Kun avvalroq Xurshid Haydarovning o'limi yuzasidan surishtiruv o'tkazgan edi. Unda mazkur jinoyat ishi onaning tushi orqali ochilgani haqida gap boradi. Surishtiruvni Kunuzning YouTube'dagi kanaliga o'tib tomosha qilishingiz mumkin.